Assalomu alaykum barchaga. 4-yutuqli testimizni tahlil qilishni boshlaymiz. Xo'p, birinchi savol. 11 ta kvadrat hosil qilish uchun ushbu rasmga kamida yana qancha gugurcho'p qo'yish kerak? Xo'p, biz dastavval kvadratlar sonini sanab olaylik. Demak, bizda mana bu yerda bitta, ikkita, 3 ta kvadratcha bor, birlik kvadratchalar. Xo'p, ikkilik kvadratcha, ya'ni tomon 2 ga 2 bo'lgan kvadratchalar sanasak, bu yerda 4 ta bo'ladi jami. Xo'p, mana bu yerda 5 ta bo'lar ekan. Xo'p, endi 3 ga 3, ya'ni katta kvadratchalarni sanasak, 5 ta, mana bu yerda 6 ta bo'ladi va mana buni o'zi bilan jami 7 ta bo'ladi va mana buni o'zi bilan jami 8 ta bo'ladi. Xo'p, demak, yana biz mana bu yerdan va mana bu yerdan, ya'ni mana bu bilan buni ikkita gugurcho'p qo'ysak 8 ta edi. Mana bu yerda 9 ta, 10 ta va 11 ta kvadratcha hosil bo'lar ekan. Demak, bizda eng kamida yana 2 ta gugurcho'p qo'ysak 11 ta kvadratcha hosil bo'lar ekan. Keyingi savol. Demak, bizda 4 ga 506 oq jadvalning ba'zi bir kvadratlari kulrang rangga bo'yalgan. Natijada quyidagi rasmda ko'rsatilgandek qandaydir naqsh paydo bo'ldi. Ushbu jadvalda jami 2024 ta kvadratdan nechta birlik kvadrat kulrang rangga bo'yalgan deb so'ramoqda. Yaxshi. Demak, bizda tomoni bu tomonda 4, yuqorisi 506. Ya'ni bu yana davom etganda, yana shu holatda davom etgan. Xo'p, biz dastavval ya'ni qonuniyatini aniqlab olaylik. Qonuniyat aniqlab olganimizda mana bu 3 ga 4 to'rtburchakka qaraylik. Aynan mana shunga. Demak, bunda jami 12 ta, ya'ni kvadratcha bor va undan 4 donasi bo'yalgan. 4 donasi bo'yalganligi sababli, demak, xo'p, 12 ta uchun 4 ta bo'yalyapti. Biz, ya'ni 506 ni 3 ga bo'lamiz. Ya'ni bunaqasiga 3 ta takrorlanaveradi-yu. Demak, biz 506 ni bo'lamiz 3 ga, shunda bo'lar ekan bizda bitta buni ichida, demak 6, 26 ni ichida 8 ta ekan. Demak, bizda jami yana 2 qoldi ham qolar ekan. 168 ta xuddi shunday to'rtburchaklarga bo'lib oldik. Demak, u 168 tasi, xo'p, ya'ni 4 tasi bo'yalgan bo'ladi. Uni 4 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda bizda bo'ladi 672. 672 tasi bo'yalgan bo'ladi. Bizda bo'lganimizda 2 qoldi. Demak, biz 504 gacha ko'rdik. Oxirgisi aytaylik. Mana bu qismi bo'lsin 504. Yana 500, demak, keyingi ikkitasini ham ko'rishimiz kerak. Keyingi ikkitasini boshiga qaraymiz, ya'ni birinchi boshlagisiga. Mana bunda ikkita katakcha qolib ketdi. Aynan shu ikkita katakchaga e'tiborni qaratsak, bu yerda 3 ta yana bo'yalganligi sababli 672 ta bor edi va unga qo'shamiz 3 ni. 675 ta katakcha bo'yalgan ekan. To'g'ri javob bizda C javobga to'g'ri kelmoqda. Xo'p, keyingi savol. Hasanda 10 ta teng metal buyum bor. U buyumlarni quyidagi usulda birlashtirgan. Qaysi usulda birlashtirsa uzunroq bo'ladi? Demak, birinchi biz har bir holatini qarab chiqsak, bu holatida o'rtasida bo'lyapti 5 ta, bu holatida o'rtasida 3 ta, bu holat o'rtasida 2 ta, ya'ni bu holatda bitta. Ya'ni har ikkitasini birlashtirganimizda bu yerda bitta o'rtada qolib ketyapti. Bularda 5 ta, ya'ni kaltalashib ketmoqda, ya'ni kichiklashib, to'g'rirog'i. Demak, bizda eng uzuniga e'tiborimizni qaratsak, demak A'sida. Demak, A holatda birlashtirib ketaversa, eng uzun holatga olib boriladi. Xo'p, keyingi savol. Aziza ustoz o'zining 10 ta shogirdiga bir nechta qalamlarni teng taqsimlamoqchi. Biroq o'sha kuni 2 nafar o'quvchi
Maktabga kelmaganligi sababli o'quvchilarning har biri qo'shimcha 2 ta qalam berdi. Aziza ustozning jami nechta qalam tarqatgan? Demak, biz Aziza ustoz demak har bir o'quvchiga qandaydir x tadan qalam tarqatsin, shunda ularning qalamlari soni 10 ko'paytirilgan x ta bo'ladi. 2 nafar shogird kelmaganligi uchun bizda demak 8 ta nafar shogird kelgan bo'ladi va uni x plus 2 tadan qo'shimchasiga bergan va bular bir-biriga teng. Demak 10 ta x teng 8 ta x qo'shilgan 16 ga. Bu yerdan x ning qiymatini topsak, bizda bo'lar ekan x ning qiymati 8 ekan. Bizda qalamlar sonini so'rayotganligi sababli 10 ko'paytirilgan x deydi. 10 ni 8 ga ko'paytmasi bizda 80 bo'lar ekan. Shunda to'g'ri javob B javobga to'g'ri kelmoqda. Stolda 5 burchaklar va 6 burchaklar bor. Hammasi bo'lib ularning 37 ta uchi bor. 5 burchaklar sonini toping. Xo'p, yaxshi. Demak 5 burchaklarning sonini biz x da deylik, 6 burchaklar sonini y da deylik. Demak 5 ta x qo'shilgan 6 ta y'imiz 37 ga teng bo'lmoqda. Bu yerda x bilan y, ya'ni butun natural son bo'lish kerak. Chunki 3 burchaklar soni 5 burchaklar va 6 burchaklar soni har doim butun sonda bo'ladi. Ya'ni yarimta 5 burchak yoki yarimta 6 burchak degan narsa yo'q bizda. Shuning sababli demak buni natural sonlarda yechishimizga to'g'ri kelmoqda. Xo'p, yechsak, hop 5 ta x teng 37 ayrilgan 6 ta y ga qiymat qo'yib ketaveramiz. Agar y bir qiymatini qo'yganimizda 6 bo'ladi. 31 5 ga bo'linmaydi, demak bir xato. Y ga 2 ni qo'yib yorsak 12 bo'ladi. 12 ni ayirganimizda x imiz bo'lar ekan 5. Xo'p. Keyingisi y ga 3 qo'ya olmaymiz, 4 ham qo'ya olmaymiz, 5 ham qo'ya olmas ekanmiz, 6 ham qo'ya olmaymiz. Demak, to'g'ri javob bizda 5 burchaklar sonini biz x degandik. 5 burchaklar soni shunda 5 ta bo'lar ekan. To'g'ri javob B. Keyingi savol. Alining hamyonida 10 so'mlik va 20 so'mlik 10 ta tangasi bor. U pulni hisoblasa 140 so'm bo'ldi. 2 so'm 20 so'mlik tanga 10 so'mlik tangadan qancha farq qiladi? Yaxshi. Demak, biz 10 so'mliklar sonini x desak, 20 so'mliklar 10 ayrilgan x bo'ladi. Jami umumiy hisoblasa puli 140 so'm bo'lmoqda. Bizda ular 10 so'mlik tanga va 20 so'mlik tangadan qancha farq qiladi? Ya'ni sonlarni ayirmasini yo'q, 20 so'mlik tanga 10 so'mlik tangadan qanchaga farq qiladi? Ya'ni pullar ayirmasini so'rayapti ekanmizda. Yaxshi. Demak, bizda umumiy summa 10 ko'paytirilgan x plus 20 ko'paytirilgan 10 minus x teng 140 ga teng. Xo'p. 10 ta x qo'shilgan 200 ayrilgan 20 ta x teng 140. Xo'p. Demak, bizda 20 va 10 x larni u tomonga, ya'ni o'ng tomonga olib o'tsak, va 140 ni chap tomonga olib o'tamiz. Demak, 60 teng bo'lar ekan bizda 20x ayrilgan 10 ta x ga, ya'ni x ning qiymati shunda bo'lar ekan 6. Demak, 6 ta 10 so'mlik va 4 ta 20 so'mlik. Ya'ni bizdan tangalar farqini so'rayapti, umumiy summasini. Demak, 6 ko'paytirilgan 10 minus 4 ko'paytirilgan 20, ya'ni teskarisi ekan bizda. Xo'p. Demak, 20 ko'paytirilgan 4 minus 6 ko'paytirilgan 10. Shunda ular pullar farqi 20 so'm bo'lar ekan. To'g'ri javob A. 7-chi savol. O'lchamlari 2-4 sm bo'lgan bloklar yordamida rasmdagidek minoralar qurish mumkin. Shu usul orqali 45 ta blokdan qurilgan minoraning balandligi necha santimetr bo'ladi? Yaxshi. Demak, bizda 2, 2 va 4, ya'ni uzun qismi 4 ekan, kalta qismi 2 ekan. 45 ta blokdan hosil bo'lgan minoraning balandligini so'ramoqda bizda. Yaxshi, 3 taligini qarasak, bu yergacha 2 va bu yergacha 4, umumiysi 6. Xo'p, bu qismga qarasak,
Bu qismda bu yergacha 2, bu yergacha 4 va bu yergacha ham 4. Jami 4, 2, 4. Ya'ni 10 bo'lmoqda. Xo'p, keyingisi. Ya'ni bu yergacha 2, bu yergacha 4, bu yergacha 2 va bu yergacha 4. Xo'p, umumiysi shunda 12 bo'lmoqda. Xo'p, buni qarasak, endi e'tiborga qaratsak, 4, 2, 4, 2 va 4. Xo'p, shunda umumiysi 16 bo'lmoqda. Shu tarzda ketaveradi. Endi e'tiborga qaratsak, demak, mana bu qismda, ya'ni tagi qismida 2 ta holatida yuqorida bittaga to'g'ri kelmoqda. 3 ta holatida yuqoridagi 2 ta holat, 4 ta holatda 3 ta holat shu holatda ketaveradi. Ya'ni umumiy holatini qarasak, birinchi shaklda 3 ta, ikkinchi shaklda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3. Ya'ni bu yerda 1 qo'shilgan 2, bu yerda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3, bu yerda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 va bu yerda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan va hokazo. Shu tarzda ketmoqda, ya'ni oxiri 5 gacha. Bizda 45 ta shunaqa blok deyaptimi? Demak, bizda 1 dan 9 gacha bo'lgan sonlar bular ekan. Yaxshi. Xo'p. Birinchi shaklda tagi qismida 2 ta. Ya'ni juft qismning ustida bitta bo'lmoqda, tog' qismning ustida 2 ta, ya'ni bitta-bitta kamayib ketaveradi. Demak, oxirgisida 9 ta bunaqa shakl bo'ladi. 8 ta bunaqa shakl bo'ladi. Va shu holatda ketaveradi. Demak, bizda tog' sonlar, ya'ni 9 ta bo'lganligi uchun mana bu yer 4 bo'lar ekan. Xo'p, juftda ketyapti o'rtasida. Demak, 8 ta bo'ladi. Bu yerda 2 har birining uzunligi. Keyin 4. Shu holatda ketaverar ekan demak. 4 qo'shilgan 2, 4 qo'shilgan 2, 4 qo'shilgan 2. Umumiy balandlik demak bizda yana 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 4 bo'lar ekan. 4lar soni 5 ta va 2lar soni 4 ta. Umumiy balandlik shunda bo'lar ekan 28 santimetr. To'g'ri javobdi. 8-savol. Sevinch quyidagi qimmatbaho toshlarni ishlatgan holda toj yasamoqchi. Ya'ni mana bu qimmatbaho toshlar. Toshlarning bir-biriga tegib turgan tomonlaridagi raqamlar bir xil bo'lish kerak. 4 ta qimmatbaho tosh allaqachon joylashtirildi. Demak, bizda x, y, z bilan belgilangan uchburchakdagi raqamlar yig'indisini so'ramoqda. Xo'p. Demak, bu qismga e'tiborimizni qaratsak, bu yerda 3 turish kerak. Xo'p, aynan mana bu shaklga mos kelmoqda. Bu yerda demak 4 bo'lar ekan va bu yerda 5 bo'lar ekan. 5 bo'lganligi sababli y ning qiymati ham 5 ga teng bo'ladi. Xo'p, bu qismga e'tiborni qaratsak, bu yerda 5. 5 bo'lganligi sababli, ya'ni bu birinchi bu qismga tushdi, ikkinchi bu qismga tushmoqda. Ya'ni mana bu yer 4 bo'ladi va bu yer 3 bo'lar ekan. Va bu yer 2 va 1. Z ning qiymati shunda bo'lar ekan 3. Z ning qiymati 3 emas, uzr. Bu qism 3. Bu qism 3. Demak, bu qism ham 3. 3 ning yonidagi qo'shnisi, ya'ni z teng bo'lar ekan 2. Ya'ni yana birinchi rasmga to'g'ri kelmoqda. Mana 3 ning yonisida. Z teng 2 bo'lganligi uchun mana bu qismda 1, bu qismda 5 va bu qismda 4. Demak, bu yerda 1 bo'lar ekan. 1 bo'ladiganini qarasak, mana bu shakl. Bu shakl past qismida 5, tepa qismida 2, bu yerda 3 va bu yerda 4. Demak, x ning qiymati shunda bo'lar ekan 4. Bizdan so'ralgan, ya'ni x, y dagi raqamlar yig'indisi x qo'shilgan y qo'shilgan z
4 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 yig'indining qiymati 11 bo'lar ekan. Bizda to'g'ri javob D javobiga to'g'ri kelmoqda. Shohrux 8 ta sonni qo'shib 2025 hosil qildi 9-savolda. Bu sonlardan biri, demak 926 ga teng. Agar 926 ni u 629 ga almashtirsa, Shohrux qanday natijaga erishadi? Demak, biz 8 ta sonni qo'shib 2025, ya'ni qandaydir 8 ta sonni qo'shyapti va 2025 hosil qilyapti. Va ularning o'rtasida 926 bor. Xo'p, u ikkinchi, ya'ni agar u uni almashtirib 629 almashtirsa deyapti ekan. Demak, 629 yozsa, Shohrux qanday natijaga erishadi? Demak, bizda qandaydir x natijaga erishsa, bu yerda bir xil sonlar bor. Xo'p, bu sistemani bir-biridan ayirib yuborsak qisqaradi va ularning ayirmasi nima bo'lar ekan? Demak, bizda 7 bo'ladi ayirganimizda. 9 va 297 hosil bo'lar ekan. 2025 ayrilgan x. X ni topsak 2025 dan 297 ni ayirmasi. Shunda bizda to'g'ri javob bo'lar ekan. Ayiramiz. 8 1 ketdi 2 1728. Shunda to'g'ri javob B bo'lar ekan. 10-misol. Salima opa 28 yoshda. Salima opaning 3 ta egizak farzandi bor va ularning yoshlari 6 yoshda. Necha yildan so'ng Salima opaning yoshi egizak farzandlari yoshlari yig'indisiga teng bo'ladi? Yaxshi. Demak, bizda Salima opaning yoshi bor 28 yosh va uning 3 ta egizak farzandi bor. Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi har biri 6 yoshdan. Va ular necha yildan so'ng ularning yoshlari teng bo'lar ekan? Demak, ular x yildan so'ng bo'lsa, x qo'shiladi har biriga va ularning yoshlari yig'indisi teng. Salima opaning yoshi shunda 28 qo'shilgan x ga, farzandlarining yoshlari esa 18 qo'shilgan 3 ta x ga. Xo'p, x ning qiymatini topsak, shunda 5 bo'lar ekan. To'g'ri javob bizda C javob. Xo'p, yog'ochda uni 4 qismga ajratadigan belgilar mavjud va ularning uzunliklari quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Xo'p, uchlaridagi nuqtalarda ushbu yog'ochning A, B, C, D, E nuqtalar bo'lgan barcha kesmalarning uzunliklarining umumiy yig'indisini toping demoqda. Xo'p, demak, bizda A, B kesma bor 2, A kesma bor bizda 4. Xo'p, A D kesma bor bizda. Bu yerda 4 qo'shilgan 2 umumiysini hisobga olamiz. A D kesma bor 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan 3 va A E kesma bor. Xo'p, 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1. Xo'p, demak, bularni hisoblab olsak, 2 qo'shilgan 6 qo'shilgan 9 va 10. Demak, buni yig'indisi bo'lar ekan 27 hozircha. Biz A qismini ko'rdik endi. Xo'p. B kesma uzunligi bor bizda 4. B D kesma uzunligi bor bizda 7 va B E kesma uzunligi bor bizda 8. Ularning yig'indisi 4 qo'shilgan 7 qo'shilgan 8 19 ga teng bo'lmoqda. Keyingi holatda demak, bizda CD kesma uzunligi bor. CD kesma uzunligi 3 va CE kesma uzunligi bor 4 va oxiri DE kesma uzunligi bor 1 va uchalasining yig'indisi bo'ladi bizda 27 qo'shilgan 19 qo'shilgan 8 yig'indisi 35 ga 19 ning yig'indisi demak 54 bo'lar ekan. 12-savol. Quyidagi shakl 56 ta birlik kuchalardan iborat. Uning sirtini bo'yab chiqishdi va natijada nechta birlik
kubning aniq 3ta tarafi bo'yalgan bo'ladi. Hop, 3ta tarafi bo'yalgan bo'lishi uchun kubcha, ya'ni 3ta tarafi bo'yalganlarni sanab chiqamiz. Birinchi bu qism va uning orqasi. Birinchi. Hop, bu yerda bor. Ikkinchi. Hop. Yana buni pastki qismlarida bor har birida. Pastki qismida 4 ta bor. Demak, 4 qo'shilgan hozircha 2 ta, 6 ta bor. Endi mana bu qismda bor. Bu qismda bor 2 ta, yana 6 qo'shilgan 2. Xo'p, bu qismda bor. Yana bu qismdan qarasak, bu yerda 4 ta. Ya'ni orqa tomonda ham bor. 4 ta bo'lganligi sababli bu bo'la olmaydi va bu qism bor. Demak, bizda bularkan jami 8 ta bo'lgandi. Buni e'tiborga olmadik. Bu bor va bu yerda qaytadan sanaylik. Demak, bizda pastki asosda 4 ta bor va orqa tomonda 4 ta. Hop, tepasida bor. Mana bu yerda bor va bu yerda bor. Yana 2 ta. Hop, endi mana bu qism ham bo'ladi va bu qism ham bo'ladi va yana bu yerda bu qism ham bo'ladi. Jami yana 3 ta. Hop, yana e'tiborga qaratayotgan bo'lsak, mana bu qism ham bo'ladi va mana bu qism ham bo'ladi. 3 ta tomoni berilgan. Yana 2 ta. Jami shunda bo'lyapti bizda 11 tasi 3 ta tarafi bo'yalgan to'g'ri keladi. 13-savol. 1 dan 400 gacha bo'lgan ketma-ket tarzda yozib chiqildi. Hosil bo'lgan son mana bu ekan. 9 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Bu qismini o'chirib turaman. Demak, bizda 1 2 3 4 5 6 7 va hokazo ketmoqda. 399 va 400. Xo'p, shuni 9 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kerak. Demak, bizda buni 9 ga bo'linish qoidasi, ya'ni raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linish kerak. Dastavval 1 dan 2, 3 va hokazo 9 gacha bo'lgan sonlar raqamlar yig'indisini sanab chiqsak, bizda 45. 45 bu 9 ga bo'linadi. Dastlabki 9 tasiga e'tiborimiz qarasak, 9 ga bo'linar ekan. Keyin 10 dan boshlanadi. 19 gacha. Bu degani bizda 10 qo'shilgan 45, ya'ni birlar soni 10 ta va 0 dan 9 gacha raqamlar yig'indisi 45. Xo'p, bu 9 ga bo'linmaydi. Va hokazo shu tarzda 20 dan 29 gacha 20 qo'shilgan 45 ketadi. Demak, 90 dan 99 gacha 9 ko'paytirilgan 10 qo'shilgan 45. Umumiy holda biz hozir 1 dan 99 gacha raqamlar yig'indisini hisoblasak, xo'p, 45 lardan 10 ta bo'ladi va 10 ni qavsdan tashqari chiqarsak 1 qo'shilgan va hokazo 9 bo'ladi. U ham 45 bo'ladi. Ya'ni bizda 900 chiqarkan. 900 chiqarkan. Demak, 1 dan 99 gacha raqamlar yig'indisi 900. Xo'p, keyin 100 dan boshlansin 199 gacha. Xo'p. Demak, bu bizda, ya'ni 101 da e'tiborga olib qarasak, ya'ni bu qism 9 qo'shilgan 100 bo'ladi. Chunki bizda 100 ta 1 bor. 100 ta 1 ni olib tashlaganimizda qolgan qismi 1, 2 va hokazo 99. Ya'ni bu 1000 bo'lar ekan. Keyingisida xo'p, 900 qo'shilgan 200 ta 100 ta 2 bor. Demak, 200 bo'ladi. 1100 1000 100, to'g'ri. Keyin 900 qo'shilgan 300 bo'ladi. 1200. Demak, bu biz hozir hisobladik.
1dan 99 gacha 900, 100 dan 199 gacha 1000, 200 dan 299 gacha 1100, 300 dan 399 gacha 1200 va 400 ni o'zida 4 bor. Demak, 900 qo'shilgan 1000 qo'shilgan 1100 qo'shilgan 1200. Xo'p, bularning yig'indisi shunda bo'lar ekan 4200. 4200 ga yana qo'shib qo'yamiz 4 ni. Natijada bu bo'ladi 4204. Ya'ni raqamlar yig'indisini hisoblaganimizda 4204. Buni 9 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz kifoya. Buni 9 ga bo'lgandagi qoldiq. Buni ham raqamlari yig'indisi bo'ladi. Buni ham raqamlari yig'indisi 10. Demak, 10 ni 9 ga bo'lganda bizda bir qoldiq chiqar ekan. To'g'ri javob C. Keyingi savol 14. Xo'p, A soni 120, 121, 122 va hokazo 140 gacha. B soni 230, 231, 250 gacha. Bizdan B ayrilgan A ni so'ramoqda. Yuqori qismiga B ni yozib olamiz. 230 va hokazo 250. Xo'p, demak bu yerda ya'ni 230 dan 250 gacha bu yerda 21 ta son bor. Bu yerda ham 21 ta son bor. Demak, bu yerdagi sonlar teng bo'lganligi sababli ayirib yuboramiz. Ayirganimizda birinchisidan hosil bo'ladi 10. Yo'q. 110 to'g'rirog'i. Keyin yana 110 va hokazo yana 110. Bular soni 21 ta bo'lganligi sababli 110 ni ko'paytiramiz 21 ga. Natijada 2310. To'g'ri javob B. Keyingi savolga e'tiborni qarasak, Anora pullarni sanaganda 12000 so'm chiqdi. U 100 so'mlik, 200 so'mlik va 500 so'mlik qog'oz pullari alohida taxladi. Qarasa 100 so'mlik bankomat, ya'ni qog'oz pullari 200 so'mlik banknotalardan 3 marta ko'p. 200 so'mlik banknotalar esa 500 so'mlik banknotalardan 2 marta ko'p ekan. Anoraning jami qancha banknotalar, ya'ni qog'oz pullari bor? Xo'p, bizda 100 so'mlik, 200 so'mlik va 300 so'mlik. Xo'p, bizda aytayapti. Xo'p, qarasa 100 so'mlik banknotalari 200 so'mlik banknotalardan 3 marta ko'p. Demak, biz 200 so'mliklarni x desak, 100 so'mliklar 3x da bo'ladi. Xo'p, 200 so'mlik banknotalar esa 500 so'mlik banknotalardan 2 marta ko'p. Ya'ni bu bo'lar ekan x taqsim 2. Mana bu 500 so'mlik. Xo'p, demak biz 100 so'mlikni 3x ga, xo'p 200 so'mlikni x ga, chunki soni aniqladik-da biz. Xo'p, 500 so'mlikni x taqsim 2 ga ko'paytirib umumiy pulga tenglashtiramiz 12000 so'mga. Shunda bo'ladi bizda 750x teng 12000 so'm. Qisqaradi va x ni qiymatini topsak 1200 taqsim 75. Xo'p, buni soddalashtirsak 25 ga qisqartiramiz. 25 12 ko'paytirilgan 4 taqsim 3 16 ta ekan. Jami banknotalar deyapti. Xo'p, bu yerda bor bizda 48 ta, 16 ta va 8 ta. Umumiysi bo'ladi. Shunda bizda 72 ta. C javobga to'g'ri kelmoqda. Xo'p. Keyingi savol. Demak, Sherbek 5 ta test topshirdi va har bir testga eng yuqori ball, ya'ni 100 ballga teng. U birinchi 3 ta testdan, ya'ni 76, 94, 87 olgan. Agar 5 ta testdan o'rtacha 81 ball to'plagan, qolgan testlardan bittasida olishi mumkin bo'lgan eng kam ballni toping deb degan.
Xo'p, o'rtacha ball 81 bo'lsa, umumiy ballni topamiz. 81 ni ko'paytiramiz 5 ga. Eng kam ball deganligi uchun u aniq bittasini maksimalniy ball olish kerak. Ya'ni aytaylik 4-chisida u 100 ball olsin va birinchi 3tasida olgan u 94 va 87. Oxirgisini x desak, xo'p, 405 dan bularning yig'indisi demak 176 qo'shilgan buni yig'indisi 100 demak 81 qo'shilgan x ni qiymatini topsak bizda bo'lar ekan 48. Demak bizda javob. Keyingisi Shohrux 1 dan 9 gacha bo'lgan barcha sonlarni qo'shayotganda xatolik tufayli bitta raqamni o'tkazib yubordi. Agar noto'g'ri yig'indini kvadrat son chiqsa, Shohrux qaysi raqamni o'tkazib yuborgan? Demak, bizda 1 dan o'zi asli 9 gacha bo'lgan sonlar yig'indisi 45. U qaysidir sonni o'tkazib yubordi, ya'ni qo'shmadi. Qo'shmaganlik sababli aniq kvadrat son bo'ldi. Biz asli kvadrat sonlar, ya'ni 1, 4, 9, 16, 25, 36. Xo'p, demak aniq kvadrat son bo'ldimi? Demak bu 36 bo'lishga majbur, chunki 25 bu 16, 9 undan kichiklari bo'la olmaydi. Demak biz 45 dan ayiramiz 36 ni, shunda 9 raqamini o'tkazib yuborgan. To'g'ri javob B. Keyingi savol 18. A, M, S, X, Y shaharlarni bog'laydigan bir tomonlama yo'nalishlar quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Masshtab emas. Har bir marshrut bo'ylab masofalar kilometrlarda belgilangan. Agar shu marshrutlardan yursangiz A va A dan Z gacha eng qisqa masofa kilometr qancha? Xo'p, biz A dan Z gacha eng qisqa masofani topishimiz kerak. Yaxshi. Xo'p. Demak, bizda dastavval mana bu qismdan yursa, ya'ni 7 kilometr, bu yerdan yursa 8 kilometr. 7 kilometr. Xo'p. 7 ga 7, bu yerda 6, bu yerda 14. Xo'p, umumiysi mana bu yergacha 5, Y ga borsa 15. Bunaqasiga aylanib borsa 13. Demak, bizda 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan 6. Bunaqasiga aylanib borsa to'g'ri eng qisqa masofani bosib o'tadi. Xo'p, agar u ya'ni A, X, M, Y, S ya'ni bu yergacha bosib o'tsa, yana 5 bosadi. Demak, to'g'risi shunda 18 kilometrgacha 18 kilometr bosib o'tar ekan bu yergacha kelish uchun. Bunaqasiga esa u 22 kilometr bosadi. Demak, bu yerda ko'p masofani bosar ekan. Xo'p, shunda u keladi va bu yerda 10 kilometr masofani bossa, 18 ga 10 ni qo'shsak 28 kilometr eng minimal masofa bilan bosib o'tar ekan. To'g'ri javob A bizda. Keyingi savol. Shaxmatda shoh o'zidan bir qadam uzoqda joylashgan barcha kvadratlarni gorizontal, vertikal va diagonal bo'ylab hujum qiladi deb hisoblanadi. Misol uchun 3x3 kvadratning markaziy maydonida joylashgan shoh quyidagi ko'rsatilgan boshqa barcha 8 ta kvadratga hujum qiladi. Faraz qilaylik, oq va qora shoh bir-birini hujum qilmasligi uchun 3x3 kvadratning turli kvadratlarida joylashtirilgan. Buni necha xil usulda qilish mumkin? Xo'p, yaxshi. Demak, bizda agarda aytaylik oq rangdagi shoh markazda bo'lsa, u ixtiyoriy yonidagi kataklarga, ya'ni qora shohni qo'ya olmaydi, chunki bir-birini ura olmaydigan qilib joylashtirishimiz kerak. Demak, markazdagi holatda mumkin emas ekan. Yaxshi, demak biz har bir ya'ni burchaklaridagiga qarasak 4 ta. Ya'ni 4 ta burchak bo'lganligi uchun u qayrisi kataklarga demak qora shohni qo'ya oladi. Mana bu yerga, mana bu yerga, mana bu yerga, bu yerga va bu yerga. Jami 5 ta. 5 ta bor va har bir uchi bo'lganligi uchun 5 ni ko'paytiramiz 4 ga. 20 ta. Yaxshi. Keyingi holatda u o'rtadagi, ya'ni mana bu tomonga oq shohni joylashtirsak, demak qora shohni joylashtirishimiz mumkin. Bu yerga, bu yerga, bu yerga. Qolgan holatlarda mumkin emas. Demak, u mana bu yerga joylashtirishimiz mumkin. Oq shohni bu yerga va bu yerga. Jami shunda 4 ta imkoniyat bo'lyapti. 3 tadan 12 bo'lar ekan. Jamini so'ramoqda va ularning yig'indisini qo'shsak 32 xil usulda
joylashtirishimiz mumkin ekan. Keyingi savol. Quyidagi rasmda bo'yalgan sohaning yuzini toping. Demak, bizda mana bu shaklni birinchi to'ldirib olaylik. Mana bunday uchburchakchaga. Xo'p, bu shaklni qirqib olib kelib, mana bu holatda olib kelamiz. Shunda ikkita teng shakl bo'lib qoldi. Xo'p, bu ham mana shunday holatda bo'lib qolar ekan. Qirqib olib kelganimizda mana bu holatda bo'lar ekan. Yaxshi, demak biz umumiy sohadan ikkita mana bu birinchi va ikkinchi soha yuzasini ayirib tashlasak, bo'yalgan soha yuzasi kelib chiqadi. Demak, to'g'ri burchakning eni 2, bo'yi 5. Bo'yi 5 bo'lganligi sababli, demak 5 ni ko'paytiramiz 2 ga, yuzasi 10 ekan. Yuzasi 10. Bizdan mana bu yerda ikkita kichkina uchburchak bor. Demak, 2 ni ko'paytiramiz 2 ga bo'lamiz. 2 ga kichkina uchburchakchaning yuzasini topdik. Yuzasi 2 ekan. Demak, yuqoridagi qismi ham 2. Mana bu qism ham yuzasi 2. Bu qismni ham yuzasi 2. Umumiy, ya'ni 10 dan ayiramiz 2 va 2 ni. Shunda bo'yalgan sohaning yuzasi 6 bo'lar ekan. To'g'ri javob B. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lingizlar.